Bilasizmi, odamlar siz gapingizni gapirib bo'lishingizni kutib o'tirishmaydi. Siz gapingizni boshlaganingizdan keyin siz qanday insonligingiz haqida miyalarida allaqachon qaror qabul qilib bo'lishadi. Bu odam ishonchlimi, bilimlimi, lidermi? Men bu gaplarni osmondan olib aytayotganim yo'q. Bularning barchasi ilmiy tadqiqotlar asosida kelib chiqqan faktlar. Psixolog olim Neil Emdi o'ziga shunday savol berdi. Odamlarni qisqa nutq orasida baholash mumkinmi? Va tajriba o'tkazdi. Odamlarga notanish kishilarning juda qisqa nutq parchalarini eshittirishdi va qisqa vaqt bir-birlari bilan gaplashtirishdi. Natijada esa odamlar ko'pincha bir xil xulosaga kelishdi va bu baholar ko'p holatlarda haqiqatga yaqin edi. Xulosa shundaki, miya avval odamning nutqi va o'zini tutishiga qarab, u qanday insonligini analiz qiladi va undan so'ng nima deyotganingizni ko'rib chiqadi. Sizga bu biroz qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Axir o'zbek tilida ham o'zingizni boshqarib gapirish qiyin bo'lsa, rus tilida qanaqa qilib qilamiz deb o'ylashingiz mumkin. Lekin agar siz to'g'ri texnika va kerakli lug'atlarni bilsangiz, siz rus tilida o'zingizni tanishtirgani va yaxshi taassurot qoldirishga umuman qiynalmaysiz. Bugun sizga rus tilida o'zingizni ishonchli tanishtirish texnikalarini o'rgataman. Ish suhbatlarida o'zingizni ishonchli ko'rsatish, yangi tanishuvlarda esa ijobiy taassurot qoldirish uchun kerak. Privetstve, salomlashuv. Biz ko'pincha suhbatlarda qattiq hayajonlanamiz va qo'rqoq mushukka o'xshab ko'zimizni har yerga qilib o'tiramiz. Salomlashuv paytida tabassum qiling va ko'z aloqasidan qochmang. Bu odam sizni iliq qabul qilishiga ta'sir qiladi. Sizga hozir oddiy struktura beraman va mana shu strukturaga o'zingizni qo'yib ko'ring. Keling, men bilan birgalikda qaytaring. Здравствуйте, меня зовут. Мне очень приятно с вами познакомиться. O'zbek tilida tarjimasi Assalomu alaykum, meni ismim. Siz bilan tanishganimdan juda xursandman. Ikkinchi etap коротко о себе. Qisqacha o'zingiz haqingizda. Keling, siz bilan birinchi o'rinda kerakli lug'atlarni ko'rib chiqamiz. Spetsializatsiya, mutaxassislik. Kompaniya, ish joyi. Работаю, ishlayman. Работала, ishlaganman. Keling, endi mana shu strukturaga qo'yib gapirib ko'ring. Я работала в компании. Моя специализация. Juda ham yaxshi. Endi esa interes, qiziqish haqida gaplashish vaqti keldi. Я увлекаюсь. Я всегда ищу возможности развиваться в. O'zbekchasiga men mana shu narsa bilan shug'ullanaman va har doim sohamda rivojlanish imkoniyatlarini qidiraman. Bu qadam sizni shaxsiy qiziqishlaringizni ko'rsatadi va suhbatga yengillik olib kiradi. 4-qadam ovoz, ohang va temp. Ovoz va ohangni boshqarish uchun chuqur va sekin gapiring. Bu ishonchni bildiradi. Tempda esa juda tez gapirmang va eng muhimi juda sekin ham gapirib bormang. Tabiiy bo'lish kerak. Misol uchun, Здравствуйте, меня зовут Рисалат, я работаю в компании Припус в сфере образования. Мне очень приятно с вами познакомиться. Dan ko'ra. Здравствуйте, меня зовут Рисалат, я работаю в компании Припус в сфере образования. Мне очень приятно с вами познакомиться. Yaxshiroq, to'g'rimi? 5-qadam язык tela, tana tili. Biz ko'p holatlarda, suhbatlarda yoki yangi tanishuvlarda hayajonlanganimizdan oyog'imizni likillatamiz. Ko'zlarimiz esa har tarafga qaraydi va ba'zi holatlarda hattoki tanamiz bilan mana shunday likillab o'tiramiz. Bu esa tashqaridan juda ham xunuk ko'rinadi. Shunaqangi holat bo'lmasligi uchun suhbatdan avval o'zingizni tinchlantirib oling. Tinchlanish uchun 4-7-8 texnikasidan foydalaning. 4 sekund burningizda nafas oling, 7 sekund uni ushlab turing va 8 sekund yordamida uni og'zingizdan chiqaring. Oxirida sizga yana bir eng muhim maslahatni bermoqchiman. Ko'pincha suhbatlar rus tilida bo'ladi va o'zingizni erkinroq his qilish uchun rus tili bilan har kuni shug'ullaning.
Bunda esa sizga Prepuz rus tili platformasi yordam beradi. Chunki Prepuzda siz 24 ga 7 istagan yeringizda va istagan vaqtingizda rus tili bilan shug'ullanishingiz mumkin. Individual ustozlar bilan rus tilini atigi 3 oyda o'rganasiz. Opisaniyada aynan siz uchun mana shu videoni tomosha qilayotganlar uchun maxsus taklifimiz bor. Hoziroq havola ustiga bosib, mana shu taklifdan foydalanib qoling. Ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, kommentariy yozishni unutmang.